Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Sizlarga yangiligim bor. Demak, biz hozir Samarqand shahrida turibmiz. UzAvto Trailer zavodida. Ortimda turgan Jack X200 modellari barchasi yangi partiyasi. Demak, bular hammasi may oyida ishlab chiqarilgan, sotuvga keldi. Mana chiqdi sotuvga. Bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Hozir sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'taman. Demak, Jack X200 3 xil variant bilan ishlab chiqariladi. Furgon varianti, tentovkali varianti va portovoy varianti sotuvda tayyor holda turibdi. Endi bularda nimasi bilan farq qilinadi desangiz, bularda motori ikkilik bo'ladi, hammasida bir xil motor turadi. O't kuchi 147 taga teng, benzinda harakatlanadi. 100 kilometrga 7-8 litr benzin sarflaydi, dokument bo'yicha 8 litr sarflaydi va bu motorlarga bemalol propan hamda metan o'rnatsa bo'ladi. Eng asosiysi Granjet tomonidan o'rnatilgan motorlar hisoblanadi. Endi bularga kafolatiga keladigan bo'lsak, kafolati 3 yil beriladi, kilometrajiga esa 100 ming kilometrni tashkil etadi. Demak, barcha qulayliklarga ega mini gruzaklar hisoblanadi. Hozirgi kunda nimaga buni deyotganim, oldi qismi podveska bo'ladi, orqa qismi resor bo'ladi. Bunda barcha qulayliklar mujassam. Demak, elektrousilitsiya rul deymizmi, undan tashqari konditsioner, pechkalari barchasi mujassam. Yana qo'shimchasiga aytishim mumkin, bunda 3 o'rindiq yozib beriladi. Demak, shofyordan tashqari ikkita passajir bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Endi farqlari albatta bu kuzovida bo'ladi. Ya'ni bortovoyning uzunligiga keladigan bo'lsak, uzunligi 3 metr 11 santimetr tashkil etadi. Eni esa 1 metr 70 santimetr, balandligi, bortning balandligi 37 santimetr tashkil etadi. Endi furgon variantini hisoblaydigan bo'lsak, furgon variantimizning uzunligi 3 metr 22 santimetr bo'ladi. Eni 1 metr 76 santimetr va balandligi 1 metr 86 santimetr tashkil etadi. Endi tentovka variantini ko'radigan bo'lsak, tentli variantimizning uzunligi 3 metr 11 santimetr, eni 1 metr 70 santimetr va balandligi 1 metr 76 santimetr tashkil etadi. Narxlariga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda siz buni lizing, avtokredit va pul ko'chirish yo'li bilan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Narxlari, bortovoyimizning narxi 248 million 640 ming so'm bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Tentli variantimiz 255 million 360 ming so'm bilan va furgon variantimizni 275 million 520 ming so'm bilan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Batafsil ma'lumot bilish uchun albatta pastda ko'rsatilgan raqamlarimizga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Menejerlarimiz sizlarga barcha savollaringizga javob berishadi.